Kim nima desa u, lekin pul bizni hayotda baxtli bo'lishimizga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. To'g'ri, pulimiz ko'p bo'lishi bizni to'g'ridan-to'g'ri baxtli qilmasligi mumkin, lekin pulimiz qolmay qolishi-chi? Oy oxiriga kelib pulimiz tugab qolishi, favqulodda vaziyatlarda pul topa olmay qolish insonni juda ham katta stressga soladi. Bunaqa stressli vaziyatlarda har birimizga shaxsiy moliya bo'yicha bilimlar yordam beradi. Shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun shu kelayotgan daqiqalar ichida sizga shaxsiy moliyangizni to'g'ri boshqarishni o'rgataman. Videoni ko'rib bo'lgunizgacha siz moliyaviy maqsad qo'yish, pullaringizni to'g'ri sarflash, budjetni boshqarish, pulni saqlab qo'yish va to'g'ri investitsiya qilishni o'rganib olasiz. Shaxsiy moliya doimo moliyaviy maqsadlarni to'g'ri qo'yishdan boshlanadi. Bunda biz moliyaviy maqsadlarni aniq raqamlar asosida shakllantirishga yordam beradigan SMART metodidan foydalanamiz. Bu juda ham mashhur usul, lekin hozir sizga yana bir bor eslatib o'taman. SMART usuli 5 ta qoidadan iborat. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Bular aniq, o'lchasa bo'ladigan, erishsa bo'ladigan, siz uchun muhim va belgilangan vaqt ichida. Tasavvur qiling, kimdir maqsadi notebook olmoqchi, lekin bu juda ham noaniq maqsad. Qachon olmoqchisan? Qayerdan olmoqchisan? Qancha pul yig'ib olmoqchisan? Mana shu savollarga aniq javoblar yo'q. Endi buni SMART usuli bilan to'g'rilaymiz. SMARTdagi birinchi harf S, specific, ya'ni siz qo'yayotgan maqsad aniq bo'lishi kerak. Xo'p, deylik notebook olmoqchisiz. Aynan qanaqa modeldan olmoqchisiz? Deylik MacBook M5 Pro. Demak, maqsadimiz MacBook M5 Pro olmoqchiman. Keyingi harf M, measurable, ya'ni erishganingizni o'lchasa bo'lishi kerak. Bu maqsadimizga aniq raqam qo'shib qo'yamiz. MacBook M5 Pro olmoqchiman. Qancha pul yig'ish kerak? Jami $1700. Demak, $1700 yig'ib M5 Pro MacBook olmoqchiman. SMARTdagi A ga keldik. Bu achievable, ya'ni bizning maqsadimizga erishsa bo'ladimi? Siz agar SMART bo'yicha maqsad qo'ymoqchi bo'lsangiz, A ga kelganingizda achievable, ya'ni bu maqsadga erishsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Biz qo'ygan maqsadga, ya'ni notebook M5 Pro olishga erishsa bo'ladimi? Bo'ladi. SMARTdagi R, relevant. Bu yerda biz qo'yayotgan maqsadimiz hayotimiz uchun qanchalik muhimligi va bog'liqligiga javob berishimiz kerak bo'ladi. SMART maqsadidagi oxirgisi T, time bound, ya'ni biz qo'ygan maqsadimiz aniq vaqt chegarasi, ya'ni deadline ga ega bo'lishi kerak. Notebookni qachon olmoqchimiz? Yil oxirigacha. Demak, biz maqsadimizni SMART metodi usulidan foydalanib to'g'riladik. Endi biz yil oxirigacha $1700 pul jamg'arib MacBook M5 Pro sotib olmoqchimiz. Ko'ryapsizmi? Juda ham aniq maqsad. Maqsadimizni aniq qo'yib olganimizdan so'ng biz bu maqsadlarimizga erishish uchun pul jamg'arishni boshlashimiz kerak. Maqsadimizga erisha olamizmi yoki yo'qmi? Bu to'g'ridan-to'g'ri biz pullarimizni qanday qilib sarflashimizga bog'liq. Har safar qayergadir pul sarflashdan oldin o'zingizga bitta savol bering. Bu sarflayotgan pullarim meni maqsadlarimga qanchalik yaqinlashtiradi? Aynan mana shu savolni berish orqali siz keraksiz narsalarga pul sarflashni to'xtatib, o'z maqsadlaringizga pul yig'ishni boshlaysiz. Masalan, yangi MacBook olmoqchi bo'lgan odam o'zini pullarini keraksiz narsalar, ya'ni o'yin kulguga, chipsga, kolaga va shunga o'xshash mayda-chuyda narsalarga sarflash kerak emas. Pulni to'g'ri sarflashdagi keyingi eng muhim qadamlardan bittasi bu o'sha budjetingizni rejalashtirish va budjetingizni boshqarish. Agar siz budjetingizni, ya'ni pulingizni rejalashtirmasdan va boshqarmasdan ishlatadigan bo'lsangiz, oy oxiriga kelib yoki umuman pulingiz qayerga ketganini bilmay qolasiz. Aynan mana shu budjetingizni boshqarish va rejalashtirishda ajoyib, oddiy va samarali usul bor. Bu 50-30-20 qoidasi. Bu usulda xarajatlaringizni 3 ta asosiy kategoriya bo'yicha taqsimlaysiz. Birinchisi doimiy zaruratlar, ijara, kommunal to'lovlar, transport, oziq-ovqat, ya'ni yashash uchun kerak bo'ladigan xarajatlar. Ikkinchisi xohishlar, kiyim, restoran, do'stlar bilan aylanish, o'yin kulgu. Uchinchisi saqlab qo'yish va investitsiya. Jamg'arma, katta xaridlar, masalan, MacBook olish yoki kelajak uchun investitsiya. Endi ishlatadigan pulingizni shunday taqsimlaysiz. 50% zaruriyatlarga, 30% xohishlarga, 20% saqlash va investitsiyaga. Masalan, aytaylik, agar oyiga 5 million ishlab topadigan bo'lsangiz, buni 2,5 millionini o'zingizning zaruriyatlariga, 1,5 millionini xohishlaringizga va oxirgi qolgan 1 millionini esa kelajak uchun investitsiyaga ajratishingiz kerak bo'ladi. Bu usuldan foydalansangiz, asosiy 2 ta narsaga ega bo'lasiz. Birinchisi pulni sog'lom sarflash, ikkinchisi kelajak haqida ishonch. Pulni saqlab qo'yish shaxsiy moliyadagi eng muhim odatlardan bittasi hisoblanadi. Lekin har qaysi odamdan so'ramang,
Men pul yig'ishga qiynalyapman degan javobni aytadi. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki odamlar va biz xususan pulni noto'g'ri ketma-ketlikda yig'amiz. Masalan, odatda bu jarayon qanday bo'ladi? Bu oy 5 million so'm ishlab topdim va oy oxirida qancha pulim ortib qolsa, shuni saqlab qo'yaman deymiz. Va oy oxiriga kelib, bizning pulimiz yo qolmaydi yoki juda ham kam qoladi. Chunki biz pulni avval sarflab, keyin saqlab qo'yishni niyat qilgandik. Ya'ni ketma-ketlik, biz pulni avval sarflaymiz, keyin uni ortganini saqlab qo'yamiz dedik. To'g'ri usul qanday bo'ladi desangiz, to'g'ri usul xuddi shu jarayonni teskarisi. Ya'ni avval saqlab qo'yamiz, keyin qolgan pulni ishlatishni boshlaymiz. Masalan, oyiga 5 million topadigan bo'lsangiz, oylik olgan zahoti 1 million so'mni jamg'armaga o'tkazib qo'ying va qolgan 4 million uchun yashashni boshlang. Shunda jamg'arayotgan pullaringiz aniq va majburiy bo'ladi. Pul yig'ish qiyin emas, lekin tizimsiz pul yig'ish qiyin. Pulni saqlab qo'yganimizdan keyingi eng asosiy qadam pulni shunchaki saqlab qo'yish emas, uni to'g'ri joyga investitsiya qilishni bilish. Investitsiya bu faqat aksiyalar yoki kriptovalyutalar sotib olish degani emas. Investitsiya bu topayotgan pulingizni kelajakda sizga ko'proq qiymat beradigan joyga sarflash degani. Ya'ni investitsiya qilayotgan pulingiz kelajakda yoki ko'payishi yoki bo'lmasam hayotingizni yaxshilashi kerak. Investitsiya qilish mumkin bo'lgan top 3 ta muhim kategoriya bor. Birinchisi o'zingizga, ya'ni muhim bilim va ko'nikmalaringizni oshirishga tikilgan investitsiya. Bu eng yuqori daromad keltiradigan investitsiya deb qarasak bo'ladi. Yangi til o'rganish, yangi kasblarni o'rganish, dizayn, marketing, moliya va o'zingizga yoqqan qandaydir kasbni o'rganish agar sizga kelajakda daromadingizni oshiradigan bo'lsa, bu eng zo'r investitsiya hisoblanadi. Masalan, 1 million so'mga kurs sotib oldingiz. Agar 6 oy ichida daromadingiz 2 million so'mga oshsa, bu degani investitsiya o'zini bir necha barobarga qopladi. Kitob ham investitsiya. Bitta kitobdagi qaysidir fikrlar yoki bilimlar sizni butunlay fikrlashingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, bilim va ko'nikmalar eng muhim aktiv hisoblanadi. Ikkinchisi, sog'lig'ingiz uchun qiladigan investitsiyalar. Sog'liq bu hayotimizdagi eng muhim ne'matlardan bittasi hisoblanadi. Agar tasavvur qiling, sog'lig'ingiz bo'lmaydigan bo'lsa, pul ham topishingiz qiyin, baxtli yashash ham qiyinlashib ketadi. Sport zal, sifatli ovqat, tibbiy tekshiruvlar, bularni hech qaysisiga xarajat emas, investitsiya sifatida qarash kerak. Masalan, 300 ming so'mni zalga to'lab, zalga chiqishni boshladingiz. Natijada sizni energiyangiz oshadi. Va energiya oshishi ortidan sizni ish unumdorligingiz oshadi. Ish unumdorligi ortishi ortidan esa sizni daromadlaringiz ko'payishni boshlaydi. Va aksincha, sog'liqni e'tiborsiz qoldirish esa kelajakdagi eng katta xarajat hisoblanadi. Uchinchisi, vaqtingizni tejaydigan narsalarga investitsiya qiling. Vaqt bu hayotimizdagi eng muhim resurslardan bittasi hisoblanadi. Vaqtga investitsiya qilish qanday ishlaydi? Masalan, siz yaxshiroq ishlaydigan kompyuter sotib oldingiz yoki ishlaringizni samaraliroq yoki tezroq qilish uchun qandaydir dasturga to'lov qildingiz va sizda qanchadir bo'sh vaqt ortib qoladi. Va mana shu bo'sh vaqtda siz yana ham ko'proq daromad topishingiz yoki yangi narsalarni o'rganib, kelajakka investitsiya qilishingiz mumkin. Va ortib qolgan vaqtni qanchadir ishlarga sarflashingiz, bu ham investitsiya hisoblanadi. Agar siz videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki siz moliyangiz haqida, shaxsiy moliyangizni boshqarish haqida juda ham qattiq qayg'uradigan insonlardan birisiz. Va aynan sizdek insonlar uchun men ajoyib bir ilova tavsiya etmoqchiman. Buni nomi Karmon AI. Karmon AI ilovasi orqali bugungi videoda o'rgangan barcha narsalarimizni maqsad qo'yish, jamg'arma qilish, xarajatlarni boshqaruvi, xarajatlarni kuzatuvini hammasini bitta joydan kuzatib borishingiz mumkin. Masalan, o'z moliyaviy maqsadlaringizni kiritasiz. Har bir xarajatingizni osongina saqlab borasiz va pulingizni qayerga ketayotganini aniq ko'rib turasiz. Xarajat qo'shish esa juda ham oson. Qo'lda yozib kiritishingiz mumkin, chek yoki QR kodni rasmga olib saqlashingiz mumkin, hattoki ovozli xabar orqali ham qo'shishingiz mumkin. Eng zo'r funksiyalardan biri esa professional analitika. Ilova sizning barcha xarajatlaringizni avtomatik ravishda kategoriyalarga ajratadi. Natijada qayerga ortiqcha sarflayotganingizni ko'rasiz. Qancha tejay olganingizni bilasiz. Maqsadingizga qanchalik yaqinlashayotganingizni kuzata olasiz. Karmon AI bilan pullaringizni tizimli boshqara olasiz. Karmon AI bilan pullaringizni tizimli boshqarishni o'rganing. Agar siz ham moliyaviy maqsadlaringizga tezroq erishmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy savodxonlikka erishmoqchi bo'lsangiz, pullaringizni qayerga ketayotganini kuzatib borishni xohlasangiz, hoziroq Karmon AI ilovasidan foydalanishni boshlang.
Ilovani Play Market yoki App Store'dan Karmon AI deb yozib qidirib yuklab olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, pastdagi havola orqali kirib, ilovani yuklab oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha